Assalomu alaykum akalar ukalar. Mana xudo xolasa navbatdagi molxonamizni ham tunga tayyor holatiga olib keldik. Bu molxonamizni eni 6 metr, uzunasi 25 metr bo'ldi. Orqasi 24 ga 45 bo'lgan molxona. Materiallarimiz har doimgidek konteyner profildan bo'lgan materiallar. Ustun xoralari 4 tali bo'ldi. Baquvvat bo'lib. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, 170 mingdan kvadrati 300 minggacha joyiga qarab narx aytib beramiz. Qanday bo'lishiga qarab. Uy tomlari, katta zdaniya ishlab chiqarish zavod, fabrikalarda ustilari 25 metr, 30 metrgacha bez ustuni yopib beraveramiz, xudo xolasa. Joyiga qarab narx aytib beramiz. Nomerlarimiz 88 lik kodi bilan 978 7807. Mini stadionlari ustilari. Mana mini stadion ustiga arkalarimiz o'rnayapti. Stadion oldin ochiq bo'lgan ekan. Uydagi chaqirib stadionda mana tepasini ham yopib beryapmiz. Bu arkamiz eni 28 metrli arka eni. Shunda ustun xoralari bilan ikki tomonga bo'lyapti. Ustun xoralarimiz 4 tali bo'lyapti. Buni stadionda yerdan balandligi sentri 13 metr ko'tarildi. Shu holatlarda mana qildik. Bu stadionimiz Qo'qonda bo'ldi, Buvayda, Jovuda. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Narxlar kelishtirilgan holatlarda joyiga qarab narx aytib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.